Bugungi kunda ko'pchilik yo'l qo'yayotgan xatolardan biri antibiotiklarni palapartish ishlatishdir. Antibiotiklarni vrach tavsiyasiz palapartish ishlatish bu organizmga turli xil nojo'ya ta'sir qiladi. Ya'ni organizmning kurashuvchanlik qobiliyatini, muvozanatini buzadi, immunitetni tushirishga sabab bo'ladi. Bu esa keyinchalik antibiotiklarning organizmga to'laqonli ishlamasligiga, ta'sir qilmasligiga olib keladi. Natijada antibiotik kerak bo'lgan vaqtda kerakli natija kuzatilmaydi va uning natijasi pasayib ketadi. Shuning uchun har bir kasallikni kuchli dorilar bilan emas, balki mutaxassis nazorati asosida davolanish muhim. Kasallikka qarshi kurashishda shoshqaloqlik emas, balki to'g'ri yondashuv muhim.